Assalomu alaykum. Topskill tomonidan tashkil etilgan onlayn database darslariga xush kelibsizlar. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan DML, DCL hamda TCL buyruqlari bilan tanishib chiqamiz. O'zi nima bu buyruqlar va qanaqa vazifalarni bajarishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, database o'zi asosan 4 ta buyruqlar jamlanmasi bor: DML, DDL, DCL hamda TCL. Xo'p, DML bu Data Manipulation Language hisoblanadi, ya'ni qo'shish, ayirish, shunga o'xshash amallarni bajaruvchi til. Xo'p, DDL bu o'tgan darsimizda ko'rib chiqqanimiz, ya'ni Data Definition Language, ya'ni tabellarni hosil qilish, ularni o'zgartirish, mana create, alter, drop, truncate. Xo'p, DCL Data Control Language hisoblanadi, grant, revoke, ya'ni userlar ustida qanaqadir ma'lum bir amallarni bajarish, hamda oxirgisi TCL Transaction Control Language, save point, rollback hamda commitlarni ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, demak, birinchi navbatda DML buyruqlaridan boshlaymiz. DML bu Data Manipulation Language, ya'ni data manipulyatsiyasini amalga oshiruvchi til hisoblanadi. Til emas, endi sintaks jihatdan shu guruh hisoblanadi, ya'ni Data Manipulation Language. Xo'p, ma'lumot kiritish, o'zgartirish yoki o'chirish kabi amallarni bajarish uchun ishlatilgan ekan. Demak, ko'rib chiqamiz mana. Select all from employee, misol uchun ma'lum bir tableimiz bor ekan, kelinglar biz pgadminga kiramiz. Xo'p, employee degan bitta table ochamiz hamda undagi ma'lumotlarni o'zgartirish yoki shunga o'xshash amallarni bajaramiz. Kelinglar, mana shuni bundan emas, SQL shell yordamida qilamiz. Ya'ni shell ishlash jihatdan ancha tezroq, o'shaning uchun shellni o'zida qilamiz. Xo'p. Topskillga ulandik. Ana endi create table employee. Xo'p, keling mana shu joyda serialdan ishlatib ketaman endi. Serial, ya'ni bu bizda after increment degan ma'noni beradi. Tegi integer bo'ladi, lekin har safar biz qiymat bermasak ham o'zi avtomat bu narsani bitta-bitta qo'shib oshirib ketaveradi va bu albatta primary key bo'ladi. Xo'p, name hamda department name bu ham varchar hisoblanadi. Bo'ldi. Table hosil bo'ldi. Ana endi undan mana ma'lumotlarni ko'rar ekanmiz. Demak, employee dan aytaman. Select all from employee. Employee dan ko'rsat deydigan bo'lsam, ID, name, department bor, lekin hali hech qanaqa ma'lumotimiz yo'q. Hech qanaqa ma'lumotni ko'rsatib bermadi mana. Demak, hali ma'lumot qo'shilmagan pustoy jadvalimiz bor bizda. Ana endi ya'ni Data Manipulation Language asosiy komandalaridan bo'lgan selectdan keyingisi insert, ya'ni insertda aytiladigan narsa. Insert into table nomi hamda qaysi kolumnlarga qiymat berilishi kerakligini kolumn nomi bilan bir xil qilib yozib chiqariladi va valuesda kolumn nomiga qanaqa qiymat berilishini keltirib o'tilishi kerak bo'ladi. Mana misol uchun ID, name, department. Men bermoqchiman insert into employee. Xo'p. Va qaysi kolumnlarga qiymat beramiz? Misol uchun men aytaman name hamda department name ga qiymat beraman. Boshqasiga qiymat bermayman deyman. Qiymatlari. Xo'p. Bittalik qo'shtirnoq ichida yozamiz. Aytaylik. Sobir hamda department name, misol uchun IT department, IT отделida ishlaydi. Xo'p, kirgizadigan bo'lsam, mana insert 0 va 1. 0 bu hech qanaqa xatolik bo'lmadi, 1 muvaffaqiyatli bitta yuklandi degan ma'noni keltirib chiqardi mana. Yana bir marta insert qilaman. Ana endi Sobir emas, bu safar aytamiz Bobir hamda bu HR bo'limiga kelsin. Va yana bitta qo'shaman. Xo'p. Nodir misol uchun sales bo'limiga keldi. Mana. Endi enterni bosadigan bo'lsam, 0 ta xatolik, 2 ta ma'lumot qo'shildi degan ma'lumotni chiqarib beradi mana. Bitta qo'shganimizda bitta qo'shildi deganida, 2 ta qo'shganimizda 2 ta ma'lumot qo'shildi degan ma'noni keltirib chiqardi. Ana endi select buyrug'ini ishlatadigan bo'lsak, ko'rib turganlaridek, menda 3 ta xodim bor va ID'sini ko'rgan bo'lsalar, avtomat o'zi tomonidan oshirib ketilyapti bu narsa. Bu sequence deb nomlanadi hamda serial deb qo'yadigan bo'lsalar, avtomat tarzda o'zi bittadan oshirib ketadigan integer turdagi bitta sekvensni hosil qilib beradi. Lekin employee'ni qaraydigan bo'lsanglar, ID'si integerda turibdi. Shunchaki
bizga sequence ulab qo'yilgan, xolos mana. Bitta sequence ulab qo'yilgan, metod yordamida o'sha sequence har safar yangi xodim qo'shilganda avtomat tarzda o'zi qiymatini bitta-bittaga oshirib borish uchun xizmat qiladi. Xo'p, demak insert query tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Insert into employee hamda qaysi qiymatlarni bermoqchiligimiz va valuesda o'sha qiymatlar bilan virgul bilan nechta qator qo'shmoqchi bo'lsak, o'shalarni berib ketishimiz kerak. Ana endi ikkinchisi insert into employee deyman hamda values deyman. Shunchaki qani qiymatini bermasdan qo'shib ketamiz. Xo'p. Sardor ishlaydigan bo'limi, misol uchun aytaylik, admin departamentda ishlaydi. Xo'p, kirgizaman deydigan bo'lsam, mana ko'rib turganlaridek invalid input syntax for type integer Sardor. Integerning o'rniga Sardor olama deyapti. Agar employeedan keyin nima qiymatlarini berishinglarni mana bunaqa aytib o'tmaydigan bo'lsanglar, nima qiymatlari ketma-ket bo'ladigan bo'lsa, har bittasini berib chiqishlariga to'g'ri keladi. Ana endi men oxirgi ID nechta tugagan edi, o'shandan bitta keyingi ID ni berib qo'yishim kerak. Misol uchun 4 deb turib berishim kerak. Ana endi yana bitta xatolik kelib chiqadi shu joyda, ahamiyat beringlar. Men bu 4 raqamini o'zim tomonimdan berdim. O'zim tomonimdan berganim uchun hozir sequence ishlamadi. Sequence u tabledan alohida bo'lgan narsa hisoblanadi. Mana misol uchun aytaylik, sequence bor, ma'lumot kirdi. Ma'lumot kirganda agar ID kolumnida hech narsa yozilmagan bo'lsa, sequencega murojaat qiladi. Sequence qaysi raqamni oxiri bo'lib oshirganini ushlab turadi. Misol uchun oxiri bo'lib oshirilgan raqam 3 ta turganida, keyingisiga 4 ni olib beradi, keyingisiga 5 ni olib beradi, keyingisiga 6 ni olib beradi. Ya'ni o'zida turgan raqam muhim. Tabledagi raqamga ahamiyat yo'q, ishi yo'q uni. Xo'p. Aytaman. Select all from employee mana 1 2 3 ni bizda sequence bergan edi, 4 o'zim tomonimdan berildi. Ana endi nodir emas, kelinglar mana shuni Bahodir deb beradigan bo'lsam, menga xatolik beradi. Xo'p. Demak, kolumn 1 yo'q. Men birinchi buni insert into employee ana endi valuelariga aytsak bo'ladi. Sales mana salesga Bahodirni qo'shmoqchimiz. Enterni bosadigan bo'lsam, menga duplicate key value violates unique constraints employee key. Hop, 4-ID allaqachon mavjud bo'lyapti, lekin nega deydigan bo'lsak, 1 2 3 ni o'ziga narsa qilib berganda bizda mana bunaqa bo'ladi. Hop. Sequence turibdi. Insert berganimizda ID'si yo'qmi? Yo'q. Unda sequencega borib raqam olib kel. Sequence 1 ni berib yubordi va 1 ni eslab qoldi. Keyin kelgan paytda sequencega ID'si insert kirib kelganda sequencedan oladi. Sequencega kelganda u 2 ni berdi. Keyingi safar yana ID'si kelganda u 3 ni berdi. 3 ni esida turibdi, ya'ni keyingisiga 4 beraman deb, lekin keyingisi murojaat qilmadi. Ya'ni 4 o'zimiz tomonimizdan kirgizildi. 4 o'zimiz tomonimizdan kirgizilgani uchun yana bitta keyingi insert kelgan paytda u ID'si keldi hamda sequence kelganda bermanga keyingisini deganda u 4 ni berdi. Tushunarli bo'ldimi? Va eslab qoldi, 4-ID ni berdim deb. Lekin bu yoqqa insert kelgan paytda bu 4-ID mavjud deb bizga xatolik berib yubordi. Va men yana bir marta qaytadan o'sha insert query'ni yozaman. Insert qil, Bahodirni deydigan bo'lsam, endi oladi. Nega deydigan bo'lsanglar, endi bizda sequence bir marta oshdi. Mana bir marta oshdi hamda 3 dan keyin 4 ni berib yuborganida, lekin xatolik u yoq tomonda bo'ldi. Ya'ni saqlash jarayonida. Keyin yana bir marta o'sha komandani berganimda, o'sha 4 ni ushlab turganida 5-raqamni ID-ni bizga qaytarib berdi. Demak, sequence bizni query'mizda alohida bo'lgan bitta metod sifatida qarashimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, oshirgan paytda mana 3 dan keyin 4 ni o'zimiz bergan edik, lekin sequence baribir 3 ni ushlab turuvdi, 4 ni qaytib berdi. Xo'p, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ana endi davom etamiz. Demak, insertda sequence bilan ishlashni qisqacha tushunib o'tdinglar degan umiddaman. Xo'p. Ana endi update jarayoni. Update employee set ma'lum bir filda yangi qiymati va v yordamida shartini berishimizga to'g'ri keladi. Xo'p. Kelinglar, misol uchun men mana shu Sobirni IT Bobirni HR departamentiga emas, IT departamentiga o'zgartirib qo'yamiz. Uni uchun aytaman. Update employee
set hop department name mana employee ni update qil. Hop set qilgan department name'iga ana endi o'zimiz berib qo'yishimiz kerak. IT departmentini ber. Hop where qayerdaki mana bu ID teng bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir o'zimiz tomonidan kiritilgan ID ga. Ya'ni ID ise 2 ga teng bo'lgan kolumnni departmentini IT ga o'zgartirib qo'y deb so'rov beramiz. Va enterni bosaman, update bitta bo'ldi. Employeelarni ol deydigan bo'lsam, endi menda ikkinchi IDli Bobirni bizga IT oddeliga o'zgartirib qo'ydi. Bu yerdagi tartibga qaranglar, u tartib unaqa muhim narsa emas bunda. ID orqali topsa bo'ladi. Xo'p. Mana bir Sobir IT da turibdi hamda 2 Bobir IT departamentiga o'tgan hisoblanadi. Xo'p. Ana endi update ni nozik tomonlari update kelar o'sha yozilgan kodni qaytaraman mana. Where shartini bermayman, shunchaki IT ga o'zgartiraman. Mana update employee set department name teng IT deydigan bo'lsam va mana bu joyda menga boom, ya'ni xatolik. Har bittasini menga IT oddeliga o'zgartirib qo'ydi. Va buni qaytarishning imkoniyati yo'q. Bittalab update qilib chiqish kerak xolos. Xo'p. Va sales deymiz. Unda 3 ni va 4-idli odamlarni sales ga o'tkazib qo'ydik mana. Xo'p. Va Bahodir bizda sales edi, amal buni Bahodirni admin ga o'tkazib qo'yamiz. Xo'p. Admin va ID teng 5 ga. Ko'radigan bo'lsak, endi o'z joyiga qaytdi. Xo'p. Lekin update'da agar sizlar where'da shartini to'g'ri bermaydigan bo'lsanglar, u tepadagi o'xshagan muammo keltirib chiqarishi mumkin va har bitta rowni ma'lumotlarini o'zgartirib yuborish ehtimoli juda katta. Shuning uchun update query'da iloji boricha ehtiyot bo'lishlari kerak va update query'da hozirgi faqatgina department name ni to'g'riladik, name ni o'zini ham bersak bo'ladi. Misol uchun update employee set department name teng misol uchun admin deb o'zgartiraman va shunchaki virgul bilan yana yozib ketaman. Qaysi fe'lda misol uchun name teng misol uchun Bahodir qatuqa bilan yozib qo'ydim deylik, endi yumshoqqa o'zgartirib qo'yaman. Bahodir va hechim kerak. Va ID teng 5 ga. Xo'p. Va enterni bosaman. Bitta ma'lumot o'zgardi. Qaraydigan bo'lsam mana Bahodir yumshoqqa bo'lib qoldi hamda admin deb. Demak, nechta qiymatni o'zgartiradigan bo'lsanglar, virgul bilan bemalol kolumnning nomi yangi qiymat, kolumnning nomi yangi qiymat qilib tenglashtirib ketsanglar bo'ladi. Va where sharti albatta esdan chiqmasin. Xo'p, bitta tenglik where shartidan keyin ishlatilsa bu biz xuddi Java'dagi ikkita tenglikning vazifasini bajaradi. Ya'ni ID shunga teng bo'lgani deb beradi. Setlardan oldin ishlatiladigan bo'lsa, bu o'zlashtirsin degan ma'noda ishlatiladi. Faqatgina where'dan keyingina solishtirish maqsadida keladi. Where'dan oldin kelsa, demak bu tenglash ma'nosida keladi. Xo'p. Ya'ni shu qiymat mana buni tenglab o'zlashtirsin degan ma'noda keladi. Xo'p. Update query'ni vazifasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ana endi delete. Xo'p, delete'da biz ma'lumotlarni o'chiramiz. Misol uchun delete from employee table nomi. Xo'p, where ID teng. Xo'p. Misol uchun aytaylik, mana shu Bahodirni qaytib o'chirib tashlaymiz. 5 ga. Va select qiladigan bo'lsam, ana endi 5-idli Bahodirni o'chib ketganini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, ID ni nimaga primary key qilganimizni maqsadi endi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni where shartida biz aynan ID orqali topamiz ularni. Ya'ni ID ise unique hamda null bo'lmaydigan kolumn bo'lgani uchun iloji boricha har qanaqa shart bergan holatda where degan holatda ID ustuni bilan olganimiz ancha ma'qul hisoblanadi. Negaki faqatgina ID ham null qiymatni qabul qilmaydi, ham dublikatlarni qabul qilmasligini hisobiga u unique bo'lgani uchun biz ularni tez va oson topishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Delete sharti shunchaki delete from employee where ID teng shunga. Agar bunda ham mabodo where shartini esingizdan chiqaradigan bo'lsanglar, bu butun bir boshqa tabledagi ma'lumotlarni o'chirib tashlanishiga sabab bo'lishi mumkin va u ma'lumotlarni siz qayta tiklash imkoniyatiga ega emassiz. Shuning uchun iloji boricha mana shu update, delete larda
iloji boricha ehtiyot bo'lganinglar ma'qul. Nimagaki, yo'qotilgan datalarni siz qaytib olish imkoniyatiga ega emassiz. O'shaning uchun iloji boricha ehtiyot bo'linglar. Xo'p, demak, DML, ya'ni Data Manipulation Language asosan shulardan tashkil topadi, ya'ni select, insert, update hamda delete komandalaridan iborat hisoblanar ekan. Ana endi keyingi DDL buyruqlar, ya'ni Data Definition Language, albatta buni sizlar bilan ko'rib chiqqan edik. O'tgan darslarimizda eslasanglar, ayo bu darsimizni aniq qilmaylik, chalg'itmaylik. DDL, ya'ni create, alter, drop buyruqlarini ko'rib chiqqan edik. Menimcha bunga to'xtalish shart emas. O'tgan darslardan buni tushungan bo'lishlari kerak. Shunchaki table ochish, table ma'lumotlarini o'zgartirish yoki table ma'lumotlarni table'ni o'zini o'chirib tashlash va bu yerda truncate ham bo'lishi kerak edi. Table'dagi datalarni o'chirib tashlash. Xo'p, keyin ko'rib chiqadiganimiz DCL, ya'ni Data Control Language hisoblanadi. Ana endi bu biroz muhimroq mavzulardan biri hisoblanadi. Xo'p, ma'lumotlar omboriga kiruvchi yuzlar uchun huquqlarni belgilaydi. Ya'ni hozirchalik bizda faqatgina Postgres userimiz bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik boshqa user ochishimiz ham mumkin. Aynan hozir uni user ochib ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Ma'lumotlar omboriga kiruvchi yuzlar huquqlarini belgilaydi. Ma'lumotlar omboriga ulanish jarayonida biz turli userlar orqali ro'yxatdan o'tib kirishimiz mumkin. Albatta bu userlar root userlar tomonidan ochilinadi hamda ularga qaysi tabledan qanday huquqlari borligini ko'rsatib beradi. Xo'p, mana misol uchun shu yerda qanaqa tablelarimiz bor? Employee hamda users degan tablelarimiz bor ekan. Yaxshi, juda yaxshi. Ana endi kelar default holatda Postgres user bilan ma'lumotlar omboriga kirib so'rovlarni amalga oshirgan edik. Yangi user ochib, shu user yordamida ma'lumotlar omboriga ulanib ko'ramiz. Uning uchun buni Postgres user qilish kerak. Hozir aynan SQL Shell'da Postgres userda turibmiz. Hamda aytaman, create user, misol uchun test user yoki istalgan nom bilan o'zingizlar berishingiz mumkin. With encrypted password va parolni, xuddi ana databasiga parol qo'ygandek, bunga parol qo'yib qo'yasizlar. Demak, create user aytaylik top skill user, mana top skill user. Xo'p, userning nomi hamda endi with encrypted password va parolni berishimiz kerak. With encrypted password va parolni ikkitalik qo'shtirnoqqa berishimiz kerak. Demak, kelinglar 1 2 3 4 deb parol berib qo'yasiz. Ya'ni osonroq bo'lib tursin. Ya'ni o'zimni Postgres'ni parolini hech kim bilmaydi. Bu userga 1 2 3 4 ni berib qo'ydim va kimdir databasedan ma'lumotni ko'rmoqchi bo'lsa, mana shu user bilan kirasan deb turib, top skill user degan ma'lumotni berib yuboraman. Va SQL Shell ochamiz. Chap tarafdagisi bizda qaysi userimiz edi? Ya'ni Postgres userimiz mana bu chap tarafdagisi. Ana endi aytaman, localhostga, database top skillga hamda port shu username'ga Postgres defaultini emas, mana bu top skill user bilan kiraman. Top skill user bilan kiraman. Hamda parolim 1 2 3 4. Kiradigan bo'lsak, mana top skillga kirib berdi. Ana endi qiladigan ishim misol uchun. Xo'p, data tablelarni ko'radigan bo'lsam, employee hamda user degani bor va men employeelarning ro'yxatini ko'rmoqchiman. Select all from employee deydigan bo'lsam, bu afsuski menga ruxsat bermaydi. Nimagaki bu yangi user, hali bunda tablelarni ko'rish yoki nimadir o'zgartirish uchun hech qanaqa huquq yo'q mana. Relation employees doesn't exist. Xo'p. Employee select all from users. Mana permission denied o'zi aslida employee degan narsani ko'rish kerak edi bizda. Employee bo'lib qolgan ekan mana. Xo'p, select all from users desam, permission denied for table users, ya'ni permission berilmagan bunga. Va employee ni ham ko'rib chiqamiz. Employee mana. Employee ga permission yo'q, ya'ni tabledagi ma'lumotlarni ko'rishga hech qanaqa huquqi yo'q bu userning. Endi huquqni kim beradi desanglar, albatta mana bu chap tomonda turilgan eng birinchi bo'lib Postgres, ya'ni root user bo'lib kirgan kim turgan bo'lsa, o'sha huquq berish imkoniyatiga ega. Hozir sizlar bilan huquq berish va huquqni olishni ko'rib chiqamiz. Userlarga huquq berish va olish. Buning uchun foydalanadigan narsamiz grant hamda revoke.
grant huquq berish uchun ishlatiladigan bo'lsa, revoke huquqni olib tashlash uchun ishlatiladi. Xo'p, grant mana select buyrug'ini grant qil on table name to user test userning o'rnida biz o'zimizning userimizni yozamiz, table name'ning o'rnida biz o'zimizning table'imizni yozamiz. Xo'p, grant select on table mana on table hamda table name employee hop to user hop top skill user mana to top skill userni o'zini qoldiramiz mana. User deganda username ni o'zini mana shuni anaqasini berib ketamiz bo'ldi, ya'ni to user. Xo'p, ana endi ko'ramiz. Bu 10 tomonimizga bizga mana top skill user bo'lib kirgan edi, mana database ekan. Top skill mana username da top skill user bo'lib kirgan edi. Xo'p, ko'rganlaridek hozir employee ishlamagan edi permission. Ana endi employee ni oladigan bo'lsam, employee ni ma'lumotlarini ko'rsatib berdi. Ana endi employee emas, men ko'rmoqchiman usersni. Demak, usersni ko'r deydigan bo'lsam, users uchun permission taqiqlangan. Faqat uchun employee uchun ochiq. Ana endi insert into employee. Xo'p. Faqatgina name ni o'zini kiritsam, values misol uchun mayli test user deb aytaman. Hamda kirgizadigan bo'lsam, yana permission denied for table employee degan ma'noni keltirdi bizga. Ana endi aytaman men. Xo'p. Xuddi shu grantda select ni o'rniga men endi bir nechta ma'lumotni berishim mumkin. Misol uchun update bilan virgul insert ni ham qo'shib qo'yishim mumkin employee uchun. Xo'p, update hamda insert ni qo'shib qo'ydik employee uchun. Xo'p. On employee mana on table employee to top skill user. Xo'p. On employee ni o'zini qoldiramiz mana. Xo'p. Grant update insert on table employee. Ikki marta yozib qo'yamiz. Mana. Update insert on table employee. Mana bu ortiqchalik qildi bizda. To mana. Ikki marta yozilib qolgani uchun xatolik berdi bizga mana. Grant update bilan insert ni ham qo'shib ber on table employee to top skill user. Top skill userga update hamda insert ham ber dedik. Va aytaman insert qil. Mana shuni deydigan bo'lsam, endi permission denied for sequence employee. Sequence uchun ham bizda cheklov bo'ladi, ya'ni sequence va boshqa metodlar uchun ham. Ana endi kelinglar shunchaki insert qilib tursin, hozir ID ni ham o'zi tomonidan bersin. ID hamda name. Test userni misol uchun nechta 5-user qilib ochsin mana. 5-user qilib ochsin. Mana. Enter qiladigan bo'lsa inserted bo'ldi. Xo'p. Selectdan qaraydigan bo'lsak, 5 ta user bor. Demak, top skill user degan userimiz ham demak nimadir qo'sha olish huquqiga ega bo'ldi. Ana endi aytaman, delete from employee va ID teng 5 ga o'zi qo'shgan userni o'chirib tashlasin. O'zi emas mana. Boshqa odam qo'shgan userni o'chirib tashlasin deydigan bo'lsa, menga permission denied. Nafaqat boshqa odam qo'shgan, balki o'zi qo'shgan userni o'chirish ham ruxsati yo'q. Chunki bizda faqat grant berilgan narsalar, xo'p, select uchun grant berildi, update hamda insert uchun grant berildi. Ana endi aytaman. Update table employee set hop department name teng IT va ID teng 5 ga. Xo'p, yana
o'sha xatolik qolib ketdi. Table'ni update employee bo'lishi kerak mana. Update employee set department name IT ga teng va ID teng 5 ga deydigan bo'lsak, demak o'shani o'zgartirib berdi. IT departmentni nima qilib qo'ydi? O'zgartirib department name ga yozib qo'yganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, boshqa huquqlari yo'q. Aynan boshqa userlar bilan kirganda huquqlar berib qo'yamiz hamda ular ma'lum bir biz bergan huquq asosidagina database ta'sir ko'rsata oladi. Chunki bu meni Postgres degan userning parolini bilmaydi, unga o'ziga alohida username hamda o'ziga alohida parol berilgani uchun faqat o'sha userdan kiradi va faqat men bergan permissionlar asosidagina ma'lum bir ishlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega. Va xuddi shuni teskarisi revoke yordamida ma'lum bir huquqlarni chiqarib tashlashimiz ham mumkin. Kelar men aytaman. Revoke update on employee hop from top skill user. Top skill userdan olib tashladik nimani? Update ni. Va xuddi shu update ni boshqatdan ishlataman mana. Mana qaytadan yozib chiqamiz mana. Update employee set department name teng misol uchun sales ga va ID teng 5 ga deydigan bo'lsam xatolik ketib qoldi mana. 5 ga deb aytadigan bo'lsam permission denied. Demak, revoke qilgan holatimizda o'zimiz grant qilingan ma'lum bir huquqni olib tashlash uchun ishlatar ekanmiz. Xo'p, grant o'sha userga huquqni berdi, revoke esa o'sha userdan mana shu huquqlarni olib tashlash uchun ishlatiladi. Demak, qisqacha qilib aytganda, DCL ya'ni Data Control Language shu ikkala komandadan iborat, ya'ni grant hamda revoke. Xo'p. Endi sizlar bilan TCL haqida gaplashamiz, ya'ni Transaction Control Language hisoblanadi. Xo'p, transaksiya bilan ishlash jarayonida qo'llanilgan buyruqlarni taqdim etadi. Ya'ni commit hamda rollback. Endi bularning nimaligini tushunish uchun kelinglar, men hozirgi ikkita userdan chiqib ketaman va qaytadan bu narsalarni ochamiz. Xo'p. SQL Shell. Xo'p, ikkaloviga ham Postgres o'zi bilan kiraman. Xo'p. Pad connect qilamiz top skill. Xo'p, mana ikkala holatda, ikkala konsoldan ham top skillga ulandim. Xo'p, tushunganinglardek, bu alohida table hisoblanadi, bu alohida session hisoblanadi. Ikkita sessionda ma'lumotlarni ko'rib boramiz mana. Misol uchun data table, employee hamda users. Xo'p, select all from employee. Employeedan hammasini ko'radigan bo'lsak, demak 5 ta ma'lumotimiz bor, yaxshi turibdi. Hozir ana endi kelinglar transaksiyaning nimaligi haqida gaplashib chiqamiz. Transaction bu database ni bo'layotgan hozirgi jarayondan alohida bo'lgan, ya'ni bir paytning o'zida database ga tegishli ham database ni ichida bo'lmagan bir harakat hisoblanadi. Aytaylik, ma'lumotlar ombori shu yerda turibdi va transaksiya keladigan bo'lsa, ma'lum bir ish harakatini olib keladi, lekin o'sha transaksiya yakunlanmaguncha asosiy bazaga hech qanaqa ta'sir ko'rsata olmaydi. Buni hozir tushuntirib o'taman. Misol uchun ikkala holatda ham select all from employee deyman, mana shu turibdi va bu yerda ham select all from employee. Ko'rganinglardek, ikkalasida bir xil o'zgarishlar turibdi va bunda misol uchun update employee set department name teng admin va ID teng 5 ga. Hop, adminga hamda anaqasini o'zgartiramiz. Name tenglansin. Hop. Vale.
username ismini valiga, departmentni adminga o'zgartirib qo'yamiz buni. Ko'rganlaridek, employeeni qaraydigan bo'lsam, bunda ham admin turibdi. Bunda ham mana admin vali degan narsa turibdi. Ana endi xuddi shu jarayonlarni transactionda boshlayman. Ya'ni bu narsa kerak emas bizga. Mana o'zgarishlar barobar ta'sir qiladi. Endi begin deyman. Bu menga transactionni boshlash uchun xizmat qiladi. Begin yopish esimdan chiqdi mana. Begin deb ikkita nuqta qo'ydik, begin dedi. Xo'p, men aytaman. Xo'p. Update. Kelinglar, nolni birinchi insert qilaman. Insert into employee. Faqatgina name ni kirgizaman. SSL bizda adashmasam sequence qolib ketgan bo'lishi kerak. Birinchisiga xato berish kerak. Values, misol uchun adham yoki xato bermasligi ham mumkin agar to'g'rilagan bo'lsak. Mana adhamni kirgizgin deb aytdim mana. Demak, qo'shib qo'ydi. Demak, hammasi yaxshi. Xo'p, va aytaman. Employeedan hammasini qaraydigan bo'lsam, adham turibdi 6-da va uni nimasi berilmagan ekan? Department name berilmagan ekan. Lekin men qarayman. Select all from employee qaraydigan bo'lsam, menda adham hali yo'q. Ya'ni bu alohida transaction bo'lgani uchun birinchi transaction oxirigacha yakunlanishi kerak va undan keyin menga asosiy tablemga ko'rinadi. Misol uchun, hozir buni commit qilib saqlaydigan bo'lsam, mana commit bo'ldi, committed. Ana endi yana bir marta employeelarni ko'radigan bo'lsam, commit qilingan change'dan keyingi o'zgarishlar mana bu original bazada ko'rinishni boshlaydi. Xo'p. Ana endi kelinglar yana bir marta aytaman. Begin dedim, ya'ni transactionni boshla hamda update adhamni nima qo'shishimiz kerak? Qaysidir departamentga biriktirib qo'shishimiz kerak. Update employee set department name teng. Misol uchun qaysi anaqaga? Sales ga o'tkazib qo'yamiz. Sales bo'limida bo'lsin va 6 ta narsani demak bizni update qilib yubordi. Hozir qaraydigan bo'lsak, bizda mana nima bo'ldi? Sales bo'ldi. Demak, mana shunaqa kutilmagan xatoliklar har doim ham chiqishi mumkin. Nimagaki biz ID ni bermadik? ID ni bermagan holatimizda bu butun bir boshli tabledagi ma'lumotlarni hammasini o'sha berilgan qiymatga o'zgartirib chiqardi. Ayni tasavvur qilinglar, faqatgina mana update'imda bu emas. Xo'p. Virgul name teng, misol uchun Jamshidga tenglab qo'yadigan shartim ham bo'lgan edi. Bu hozir menda butun boshli anaqalarni Jamshid hamda Salesdan iborat qilib qo'ygan bo'lardi. Albatta bu menga noqulaylik emas, bu xato hisoblanadi. Chunki mana bu yerda qarayman. Bu holatda eskicha turibdi, lekin bu yerda xato bo'lganini bildimmi? Men shu narsani commit qilmayman, shunchaki roll back qilaman. Roll back qil deydigan bo'lsam va bu original tablga hech qanaqa o'zgartirish ta'sir ko'rsatmaydi mana. Adhamligicha turibdi. Men bu salesga o'zgartirgan birinchi holatim ham, Jamshidga o'zgartirishgan ham hech qaysisi original tablemdagi, ya'ni original tabledagi ma'lumotlarga ta'sir ko'rsata olmaydi bu holatda. Ta'sir ko'rsata olmagandan keyin mana bir xatolik bo'lganda biz uni rollback qilib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, commit hamda rollback bu transactionni commit bu saqlash uchun ishlatiladi, rollback qaytarib yuborish uchun. Va yana bitta foydali xususiyatlaridan biri mana misol uchun deylik, begin qilib transaksionni boshladim. Xo'p, va update qilib o'zgartirdim. Mana employeeni ko'rgan bo'lsanglar va qanaqadir xatolik ketib qoldi. Misol uchun select, xo'p. Mana dep name ni top deydigan bo'lsa, mana error beradi. Nimaga? Dep name doesn't exist, ana select dep name from employee. Demak, bu xatolik. Bu xatolik kelibdi. Select all from. Qani ko'ramiz. Xo'p, demak, current transaction is aborted. Comments ignored until the transaction block. Demak, bitta xatolik bo'lgandan keyin bu narsa nima qilar ekan? Transaksionni bloklar ekan. Hamda men uni commit qilmagunimcha bu keyingi amallarni bajarish ruxsat bermaydi, lekin eng qiziq tomoni commit qiladigan bo'lsam, o'sha transaksiyonda bitta xatolikka uchraydigan bo'lsa, commit'im avtomat tarzda rollback qilinadi. Ya'ni commit transaksiyaning ichida xatolik ketadigan bo'lsa, nima xatolik bo'lishini farqi yo'q. Xatolik bo'ldimi? Ya'ni
error jihatidan, ya'ni o'zimizni xatolarimizni aniq qilib Vda shartni noto'g'ri berish, unaqalar xatoga kirmaydi. Sintaksis jihatdan to'g'ri hisoblanadi. Agar sintaksis jihatdan nimadir xato ketadigan bo'lsa yoki qanaqadir errorga tushadigan bo'lsak, bu avtomat tarzda commit qilamanmi, rollback qiladi, rollback qilamanmi, rollback qiladi. Ya'ni har qanday holatda ham transaction bajarilmaydi. Transaction bajarmasdan tashlab ketadi bu narsa. Xo'p, va employeelarni qaraydigan bo'lsam, o'sha haligacha turgan hisoblanadi. Xo'p, demak, transaction bu databasedan alohida bo'lgan holatligini tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni o'zimiz berib ketgan komandalar ketma-ketlik emas, u oldin databasedan alohida amalga oshiriladi. Qachonki commit qilinsa, keyin databasedagi ma'lumotlar bilan biriktiriladigan holat hisoblanadi. Ya'ni databasedagi querylar bilan transaksiondagi querylar umuman boshqa olam hisoblanadi. Mana misol uchun aytaylik, ma'lum bir rasmingizni Photoshop qilishga berdingiz. Photoshop qilishga bergan paytingizda sizga ikki xil holat berishi mumkin. Rasmni ustiga Photoshop qil yoki alohida Photoshop qilib o'sha narsani chiqartirib ol. Tasavvur qilinglar, mana rasmim bor. Prilojiya orqali Photoshop qildim va saqlab qo'yadigan bo'lsam, birinchi u o'zgarishlar bo'lib turadi. Saqlagandan keyin alohida rasm bo'lib tushadi. O'sha rasmning ustiga tushmaydi. Xuddi shunga o'xshab transaction ham galereyadan alohida bo'lgan transaksiyonga o'xshab, xuddi rasmdagi alohida bo'lgan transaksiyonga o'xshab alohida jarayon amalga oshiriladi. Qachonki muvaffaqiyatli bo'lsa, undan keyin yana qaytib saqlanadi original bazaga. Xuddi shunga o'xshab transaksiyonlar mana shunaqa Photoshop qilishimizga o'xshab ketadigan misol. Endi qo'limdan kelgan misol hozir shu bo'ldi. Tushuntirish uchun aslida boshqa misollar ham bor. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, shunaqa, ya'ni databazda bo'lgan har qanaqa jarayon databaz bilan uzluksiz bog'liq bo'lmagan holda alohida amalga oshiriladi hamda uni commit qilganimizdan so'ng databazdagi original ma'lumotlar bilan bizning transaksiyamizdagi ma'lumotlar biriktirilishi yuzaga keladi. Biriktirilgandan keyin boshqa original bazaga murojaat qilayotganlar ham uni ko'rishi mumkin bo'ladi. Mana misol uchun aytaylik, men bazaga murojaat qilganda hozir nimadir ma'lumotni o'zgartirmoqchi bo'ldim, lekin o'zgartirmoqchi bo'lgan ma'lumotda xato bo'ladigan bo'lsa, o'zgartirgan paytim boshqa odam databazdan o'sha ma'lumotni so'ragan paytda xato ma'lumotni olib ketishi mumkin. Shuning uchun buni transactionga ushlab turaman. Transaction tugagunicha bazadan hamma original ma'lumotlarni ko'rib yuraveradi. Chunki bunda xatolik bo'lishi mumkin. Transactionda xatolik bo'lib qoladigan bo'lsa ham, bu yerdan ko'rilgan ma'lumotlar xato bo'lmagan holatda userlarga qaytarib beriladi. Demak, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Hop, ana endi ko'rib chiqamiz. Demak, begin boshlash uchun o'rtasida xohlagancha komanda yozishingiz mumkin. Commit transactionni save qilish uchun, rollback transactionni admin, ya'ni cancel qilish uchun ishlatilar ekan. Ya'ni transaksiondagi bo'lgan o'zgarishlar inobatga olinmasin degan ma'noda shunaqa rollback ключ so'zini ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p. Demak, bugun sizlar bilan 4 ta asosiy tillarni ko'rib chiqdik: DDL, DML, DCL hamda TCL. Bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.